Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Yangijon Kamalov. Bugun Xudo xolasa anafaza mitozi 3-davr. Anafaza qisqa vaqt davom etadi. Sentromera yoki xromosomaning belbog'i uziladi. Axromatin iplari qistirish hisobiga xromatidalar qutblarga tortiladi. Qutblarga xromosomalar ko'rinishda yetib boradi. Shunaqa. Kimdir o'qib beryapti deb o'ylashi mumkin, lekin bu yerda kitob qayerdan o'tganligini aytib ketish maqsad. Va mana bu xromosoma belbog'chasi shu ajralar ekan. Mana bu axromatin, ya'ni bo'linishuvchi iplar tortib beradi. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta xromosoma edi, ikkitadan xromatida. Endi bu yerda xromatidalar ikkiga ajralganda bir xromatida o'zi mustaqil, men o'zim xromosomaman deydi va shunda xromosoma va xromatidalar soni teng bo'ladi. Ya'ni har bitta xromosoma bittadan xromatidadan tashkil topgan bo'ladi do'stlar. Ilmiy sarariyo mana bugun 29-kun. Do'stlar, hamma narsa intizomga bog'liq bo'lib qoladi.